Biz bilan ishi yo'q odamga biz nimaga hissiy bog'lanamiz? Bu holatdan qanday chiqiladi? Keyin yana shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Biz bilan ishi yo'q odam bizga kimnidir eslatar. Shu savolga javob topishimiz kerak va balki biz hissiy bog'lanishdan qo'rqarmizda, biz uchun eng ma'quli biz bilan ishi yo'q odamdir. Bunda biz xavfsiz aloqaga kirishamiz. Ya'ni biz doim biz bilan ishi yo'q odam bilan munosabat qilishni bilamiz-ku, lekin biz bilan ishi bo'lib qolsa va bizni rishtamiz mustahkamlanadigan bo'lsa, bizni xavotirimiz ko'tarilishi mumkin. Ya'ni tashlab ketilish, yetimlik, vaqt soatganda keraksizlik hissi bo'lishi mumkin. Va bunday holatni boshdan o'tkazgandan ko'ra biz bilan ishi yo'q odamga ilinib yashashimiz ma'qulroq bo'ladi. Og'riqni tuymaymiz. To'g'ri, bog'liqlik og'rig'i bor, lekin yetimlik yoki tashlab ketilish og'rig'i bo'lmaydi deyiladi. Nima qilish kerak? Bu oldingi savol javobim hammasiga taalluqli. Ya'ni hammamiz bizni bezovta qilayotgan muammo yoki vaziyat haqida diktafonni yoqib bemalol gapirib olishimiz kerak. Shu biz bilan ishi yo'q odamning munosabati menga nima beradi? Shu menga mayl bildirsa, men qaysi bir ehtiyojimni qondiraman degan savollarga javob bersangiz, sizni ichingizdagi baribir sizning ichingizda. Siz savol berasiz. Men o'sha ichingizda kechayotgan kechinmalarni taftish etishga imkon beradigan qarshi savol beraman. Agar shu savollarimga javob bersangiz, o'zingizga o'zingiz tabib, o'zingizga o'zingiz psixoterapevt bo'lasiz.